Sallam telefon qiling. Salla demang, bizamiz. Men telefon sotib olishim kerak. Sansiramasdan gaplashur, mashinadan tushib ol birinchidan. Ikkinchidan muomalangni to'g'rilab ol. Menga unaqa muomalangni qilmang, boshqalarga qilasan. Voy bo. O'zim bilaman. Osmonda oymisan bilmayman. Oy qo'lingda bo'lsa qo'yib yuborgin. Hop, 92 nechi pulda olsan? 1200. O'zing bilanmi? O'zini men qimmat turaman. Ha, yo'q. Pulim yetadi. Taksi sotib olishga sana. Qancha puling bor o'zi? Ancha pulim bor. 250 ostalik. Yo, realniy summasi nechi pul buni? Nechi pul berasizlar? $950 beraman, korobka dokumentlari bo'lsa agar. Yo'nqislar 92 ekan, chaqalari ham bor ekan yonlarda. Bo'ladimi? Minsim beriladi. Yo'q, minsim tortmaydi. Bo'lganda men minsim sirazi 5, 10, 20, 50 dollarga men talashmayman. Sirazi qo'shib beraman. Bo'lsa $950 baraka qilamiz, bo'ladimi? Bu yerda 17 max arzonroq qilib Bu bersangiz. do'konga o'tsang arzonroq qilib beraman. Birinchi bozorni aylanasan, ko'rasan narxni. O'sha kelsang 10, 20 $30 kerak bo'lsa arzon qilib beraman, bo'ladimi? Bu korobkasi qayerda? Uyda, men yo'miz qara. Aka o'tdan chiqazib berasan, $900 men qo'lingga pul sanab beraman, $50 kelganingda berib yuboraman, bo'ladimi? Bo'ladi. Barakasini bersin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Biz ko'p ekan-ku. Siz o'zingiz yetib olsam bo'lmaydimi? Ha, yo'q. Xudo o'zi asrasin. Qanday qizlardan? Menda qizingiz bo'lsa bo'pti-da. Ha, Xudo o'zi asrasin. Eng katta qilgan xatoyim bo'ladi. Men ham normalniy pul topaman lekin. Menga puling qiziq emas, o'zimga pulim yetadi.